turibdi. Hammaga assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari. Bugun 14-aprel 2026-yilda turibmiz. Aslovnoy ko'chat chiqarilardi, biz bilasizlar. Poloniya, pista, uzum ko'chat bilan shug'ullanamiz. Bu yil birinchi marta bodring ekdik. Shu bodringda ekilayotganda boshida videolari bor edi. Nima xatolarga yo'l qo'ydik. Mana xudo xolasa yaxshi holati. Faqat kuniga yutqizdik. 10-15 kun kech chiqdi. 10-fevral kuni ekilgan. Ko'chat juda kichkina edi bir. Xo'p, hozirgacha 4 marta terim qildik. Xudo xolasa ertaga ham erta turib indinga hosilimiz bor. Xo'p, asosiy vaqtingiz olmasdan nima xato qilgan xatolarimizni aytib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda ko'chat tanlashda adashdik. Shu internetdan ko'rib borganimizda shu ko'rganimizdaqa ko'chat biz o'ta kichkina ko'chatlar ekan. Uje ko'chatlarimiz o'ziga kelib o'tirg'izib katta bo'lguncha 10-15 kun ketdi. Chunki bu yerga har bittasiga ikkita seksiya bittadan pechka qo'yganmiz, ekonom pechkalar. Kechasi umuman 12 gradusdan tushgan yo'q. Bilaman bodringda 16-18 gradus ushlash kerak, lekin iloji boricha balandroq ushlashga harakat qildik. Xo'p. Xudo xolasa ana bo'ylari sal yaqinroqdan ko'rsating, bo'ylari 1 metr atrofida bo'lib qoldi. Ko'chatlarimiz. Mana hosillari tagida yaxshi. Rocky degan sortni ekkamiz. Pastroq o'tirib nima qilmoqli. Rocky degan sortni ekkamiz, mana hosillari xudo xolasa yaxshi. Gullari yaxshi, gullariga yantarniy kislota sepildi. Har 7 kun 10 kunda yantarniy kislota bilan gumi sepib turibmiz. Xo'p, ikkinchi xatomiz, videodan so'zdan chalg'imamizda ikkinchi xatomiz ventilatsiya. Biz boshida bu bir qarach 10-15 kunligida birdaniga kun isidi. Kun isigandan keyin soat 9larda ochishni boshladik. 2 kun 20-25 gradus bo'lganda 9 gacha harorat qachon 25 ga chiqsa keyin ochamizda portishgani. Birdaniga ochdik. Birdaniga tashqaridagi havo ichkaridagi bilan havo bilan farq qilgani uchun nima deydi? Issiq olib qoldi. Issiq olib baylari kuyib mana shunaqa holatda edi. Mana shu kuygan baylari ham o'sha eski har bittasida bor, shunaqa eski baylari kuyib qoldi. Iloji boricha ertalabda 7 da fortishkalarni ochib, keyin sekin kun isigandan keyin 8 larda shu ko'cha haroratiga moslab ochib turish kerak ekan. Biz bilmagandik. Uni birdaniga soat 9 da ichkari 35 gradusga chiqib ketganda tashqari 20 gradus bo'lgan. Shunday ochdik, sirazi kuyib qoldi ko'chatlarimiz. Skvoznoy bo'lgan ko'chatlarimiz kuyib qoldi. Yana bir hafta orqaga ketdi. Xo'p. Hozirgi kunda kimi ko'chat shunaqa bo'lsa, bunga asosan azot, fosfor talab qilar ekan. Azot gullash uchun, mevalarni kattalashtirish uchun aslovnoy 1 tonna suvga 4 kilo atrofida selitra beryapmiz. Bu ham haftasiga 1 martadan berilyapti. Aslovnoy shu listidan haftada bitta, 2 marta listidan gumi Novasil sepyapmiz. Va yantarniy kislota shu 1 hafta 10 kunda gullatish uchun sepilyapti hozirgi harorat. Iloji boricha o'sha tepaga mana keyingisi mana shu kun isishi bilan mart oyi bo'ladimi? Endi bu yil 1 oy erta keldi kunlar. Shuni hisobiga biz ozgina o'shali boyagi kun olib qoldi deganimizga sababi mana shu tepani ham loy sepmaganimiz bo'ldi. Sirazi kun olgandan keyin loy sepishni boshladik. Agar bu videoni keyingilarga qilmoqchi bo'lgan ukalarimiz ko'rayotgan bo'lsa ham ob-havoga ishonch yo'q. Mart oyi bo'ladimi? 25 gradusdan baland bo'lsa tashqari sepish kerak, chunki ichkari 35-40 gradusga chiqib ketadi. Shuning uchun loyda hozir sepganmiz, harorat yaxshi. Kunduzi shu 30 atrofida bo'lyapti. Ertaga где-то 25-apreldan keyin ikki taraf kilonkalarni olib tashlaymiz. Faqat tepasi yon tarafi qoladi. Ikki taraflama kilonkalar skvoznoy bo'lib qolaveradi. Xudo xolasa terimlar boshlaganmiz. Ikkovi bo'lib
Где-то 900 ta ko'chat ekilgan. 800 ta qolgan bo'lsa, birinchi, ikkinchi terimlarda shu 15-20 kilodan chiqdi. Endi sekin undan keyin Xudo xolasa hosillarimiz ob-havoga qarab, kun isigan kunlar ko'proq, yomg'irli kunlarda kamroq bo'lyapti. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib ketinglar. Keyin iloji boricha mana shunaqa simlarni ham kengroq tortish kerak ekan. Bizga ozgina torroq bo'lib qolgan. Sug'orish sistemamiz tomchilama. O'sha 30 cm ga o'zining teshigi bor. 30 cm ga suv tushadi. 2 kunda bir sug'orilyapti. 2 kunda bir sug'orilyapti. Xudo xolasa endi kunlar isib qoldi. Iloji bo'lsa o'sha oqava suvni ham qo'ymoqchimiz. Xudo xolasa mana shu kunlarda. Chunki oqava suv ham yerdan taydan chiqqan suvdan ko'ra baribir effekti balandroq bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib ketinglar. Video yoqqan bo'lsa, keyingi qani yana bitta narsa, buni hozirgi daromadini hisoblab boryapmiz. Xudo xolasa kichkina ikkita teplisachadan nechta pul daromad bo'ladi, hammasini tushuntirib o'tamiz. Kechagi narxlar 14 ming, 15 mingdan bo'ldi. Farg'ona vodiysida, Marg'ilon Oltiariqda. Bugungi narxlar 11 ming so'm bo'ldi 14-aprelga. Qani narxlar tushishda davom etyapti. Agar bilmaganlar uchun bu ham foydali.